Dastlabki olib keldim. Siz? Ne? Kim ekan u? Zopa. Uyalmaysanmi? Otang tengi odamlar bitta kvartirada, ha? Qosh ko'zi qop-qora, sochi jamalak qiz, kelajagi yo'q, tungi kapalak, essiz. Einstein. Einstein. O'sha. Uyalmaysizlarmi? Qizingiz tengi odamlar bitta kvartirada, ha? Puli go'sht deyman. Puli go'sht. Tinchlikmi? Qo'shmachi Rozopa, siz uyushtirdingizmi bu uchrashuvni, ha? Siz boylarga qizlarni topib berasiz-da. Topgan hunaringga sani. Pirchoskani qara, sherkalla, Mufassaga o'xshaydi. To'zashum. Kim diyorlar? Kim edi bu qari tullak? Guadalupe'ning onasimi? Yo, bu xozayka bo'lsa kerak, ha? Sut ishni qo'ygan sizlarni. Uyalmaysizmi, xola? Qarisi bor uyni parisi bor deydi. Siz parichga qo'ygansiz. Tavba qiling. Dada? Siz kim bilan? Guadalupe'ning onasi bilan? Yo, nechxonali uyingiz, ona? O'zbeklar bekorga qaynota kelin degan novella olmas ekan. Hayotdan olar ekanda, ha? Sizlar bilasizlar nima yeyishni? Chef lavshasidan yeyapsizlarmi? Buni har xil ta'mi bor-da, ha? Ot go'shtidan indekalik sirligi ham bor-da. Ot go'shtidan yeyapsizlarmi? Kuch bo'ladi-da, ha? Bo'ldi qiling. Bu meni oilam bo'ladi. Siz noto'g'ri tushunyapsiz. Bular meni oyim, bular meni adam, buvim bo'ladilar. Dadam nima qilyapti? Bizanikiga sovchilikka kelgandilar. Bo'ldimi, endi qizinglarni bermaysizlarmi? Ha, beradi, bermay qayerga boradi? Yo, dada bermaydi. Nimaga bermaydi? Onasini sherkalla deb qo'ydim-ku. Hovliqib o'l. Bilmadim. O'xshaydi-da. Fikariyalik kuyov keldi. Ani Hashimika, bitta. Kuyovni ismi nima? Qo'yamasa. Chiroyli ekansiz. Koreyada ishong bizga qo'yamasiz. Chupda. Kutasanaka. Kiringlar, ketdi. Kelini ko'raylik. Qo'yamasajon, bizda kelinni ko'rish pulli. Ko'r mana. Mana. Oshiyoy. Qani kuyovlar, qani. Voy, Qo'shmasajon, siz dollarda bering. Voy, yashang. O'tang. Koreyadagi ish nima bo'ldi? Uka hal qildingmi? Kutasanaka. Ko'tasinmas, to'xtasinizmi? Nima yig'laydi bular? Qo'yamasajon, qalin pulni bermaysizmi? Qancha? 2,000 dollar. Son olgana? Yaxshi, mayli, kech bo'lmasdan boringlar. Baxtli bo'linglar. Avval pulni berasan, keyin o'tasan. Bularda 7 yoshdan 70 yoshgacha pul so'rar ekan. Koreyada yangilik yo'qmi? Yuring, tez. Yo'q ekanda yangilik ham unda hali. Onasiga qisiring, xolasiga qisiring, artistga qisiring, otasiga. Yozga qistirang. Ulgurmayman. Ko'zingiz ko'rma? Hay qo'yamasajon, hech xavotir olmang. Mana bizda bavi bor. Kiyimlaringizni toza qilib yuvadi, dog'larni ketkazadi, allergiya chaqirmaydi. Aylanay sizdan $50.
Kimsizlar? Kelinni ko'rish pul, otasiga qalin pul, onasiga pul, unisiga pul, eriga pul. Nima faqat sizlarda pulmi, ha? Nima bo'ldi? Eri bo'ldi. Qara men ham chalaman. Ya og'zingda jo'p. Svistda cholma. Svistda cholsang o'g'ri keladi uyga. Assalomu alaykum. O'g'ri chaqirtirgan ekansizlar, keluvdik. Dastoniy narsalar bormi o'g'irlashga? Biz chaqirtirganimiz yo'q, aka. Kimdir shu uydan svistak chaldi-ku? Bilmayman. Men bilmaganimni bilmayman-da. Men ham bilmayman. Olam, Ha. ana shu ovqatning mayini qoshingga surt zo'r o'sadi. Yo'q, a? Ha? Sen ham surt. Yo, tavba, astag'firulloh. Kampir! Ha? Men bularning qo'shini qara. Yomon chiqdimi-ya? Zo'rku. Jamila xola ishtoningizni berib turasiz ekan, ayam aytdi. Nimaga? Ana siz egiz tuqqan ekansiz, shunga ishtoningizni opamga kiydirsa, opam ham egiz tug'ar ekan. Voy. Hozir Hanifani qiziga berib yubordim-da. Ishtoningiz bittami? Jalkami bitta sarsiq ishton. Aya, choyimda quruqcha tikka turibdi, nima bo'lardi? Mehmon keladi-da. Buni qorni ham bor ekan, bo'g'oz kelyaptimi deyman. Bular ko'pchilik-ku. Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Voy, siz shiraz kelar ekanda. Sizlar choyga tushgan shamami? Qo'shikamalak firuzaboni, qo'shikamalak firuzaboni. Ola o'ynamay ko'rgam. Kechqurun sevib chiqasan. Qo'y o'ynasa o'ynaversin, kampir qiziqsani. Mana lalaku borku. Namlikni saqlaydi, allergiya chaqirmaydi, taglik borligini ham sezmaydi ikkalovi ham. Xotirjam uxlaydi. Qo'shimiz ilishki o'sib ketmayaptimi, uka? Bilmasam, chiroyli turibdi-ku. Ilohi amin. Amin. Qizim kuyov bilan qo'sha qarab baxtli bo'linglar. Amin. Hech qilib bunisidan ham qaytib kelmagin. Bola, orqasidan tosh at. Nimaga? Irimi bor. Borgan joyda tosh qotadi. Men otayda. Qochinglar. Nima bo'pti? Kuyovni miyasini qattiq chiqib ketibdi. Toshni uribman o'zi ham. Voy, bunisidan ham qaytdi. Qaytmadi. Borishga usbat qilmadi. Yerim menga sani. Qo'shikamalak firuzaboni, sochigamalak firuzaboni. Muhabbet. Men senga jonimni bergandim. Berdiz. Muhabbet. Yashang o'g'lim. Anvarjon, tanishing, o'g'lim ismi Muhabbat. Uylantirmoqchimiz o'g'ilchani, faqat 7 oydan keyin. Shunga aytsak bora olasizmi? 7 oy hali ancha bor ekan, lekin zaklab bersangiz boraman. Chokolad? Zakalat. Ha, zakalot. Puling bormi? 30 ming olganman zakalat. Menda 2 ming bor. Anvarjon, mana 32 ming so'mni beryapmiz. Yozib qo'yasiz, parod qilmassiz, ha? Ustoz rahmat. Lekin ko'pchilik sizga o'xshatadi meni ovozimni. Lekin seni ovozing it. 7 oydan keyin menikiga to'yga muhabbat kuysa Anvar Sanayev keladi. Kelasan. Yosh qari. Voy gadoy boy. Anvar Sanayev rostmi? Rost. Ya qo'ysang-chi, aldaysan. U kim, sen kim? Kelmaydi u. Telefon qilib. Anvar jo'ra qandaysan? Assalomu alaykum, rahmat. Men muhabbatni otasiman de. Qaysi muhabbat? Ha, to'yga 32 ming zakat tashab ketdim-ku. Ha. Anvar to'yga tayyorgarlik ketyaptimi ukan? Bo'pti, yaxshi tayyorlanda, bekor yurmasdan parod qilmaydi o'sha kun. Bo'pti, telefonni o'chir, qo'lim zaynitdi. Anvar! Jo'ra yaxshimisan? 32 ming zakat berganlarimiz tanidingmi? Ha, tanidim. Anvar qara, jaydari tuxumlardan olib keldim. Buni ichib tomog'ing to'g'irla to'ygacha. Bizni to'ygacha yana kasal bo'lma, boshqanikida bo'lsang bu, bizni to'yda kasal bo'lma. Ustoz, menda bitta savol bor. Mana shu qo'lingizni qanday ishlatasiz? Bevafo! Bevafo! Menda o'xshamayapti shu. To'ydan keyin o'xshaydi. Oson-ku mana u, nimasini o'xshata olmaysan shuni. Anvar, sen to'yga tayyorlanmaysanmi? Choyxonada o'tirishingni qara bemalol. Men aytib o'lib, kushib, pishib yuribman. 5 oy qoldi, ulgurmaysan sen bola. Zakolatni bermaslik kerak edi. Chalg'itmaylar ukalar Anvarni, ye? Bor qo'shig'ing ustida ishla Anvar. Nima qilay dada?
Chal. Oturgular uzunman. Yot Anvar, onasini ham sen yot. Men sen to'yga tayyorlanyapsanmi desam, uxlashingni qara Anvar. Anvar anu zakladga bergan 32 mingdan 30 mingini berib tur. Nimaga? Hozir Mobius'da yangi Mobi Home degan simsiz internet chiqibdi. 1.190.000 so'mga mana bunaqangi 5G Wi-Fi router beryapti. 1 yil internet vip любой joyda ishlatsang bo'ladi. Toshkent shahar, Toshkent viloyati ham sotuvda ekan hozir. Berib tur 30 mingini 2 mingini olib qol zakat sifatida. Mana 200 ming, o'zing ham, o'g'ling ham tur yo'qol. Anvar Sanayev! Atmen! Kibir aka!